Chongqing 1945-yili 3-oy. Bilishimcha, San Fransisko yig'iniga qatnashadigan vakillarni Zhang Jieshi allaqachon ikki jihatdan bekitib bo'pti ekan. Song Ziwen, Guo Weijun, Wang Chonghui, Hu Shi qatorliq 8 odam ekan. Mutamlikda bu. Rostla mutamlachi qarar. Mushundaq bir yig'inda kompartiyaning vakili bo'lmasa, qandoq bo'ladi? Shundaqmi? Elimi xalqaroliq ishgan, hatto yurtlardagi shoyqi qo'shinlarmi bundaq daryodan o'tib olib, ko'vrikni buzadigan ishni qismi xalqning til ohantiga qoladi. Nomardlikda bu. Jo'nlay Jungo kompartiyasining vakili jazman qatnashishi kerakligini aytgan. Yana kelib, intayin ochiq qilib, Jo'nlay Dongbewu, Qinbangshan qatorliq 3 kishining qatnashishini o'tirg'i qo'ygan. Biroq ular pisand qilmadi. Jo'nlay Wang Shijiga avatgan xatida intayin qattiq qoldi. Jungo kompartiyasi bundaq bo'lgunchilik qilmishiga qat'iy qarshi turadi debdi. Siz Jo'nlayning Wang Shijiga avatgan xatining mazmunidan xabardor ekansiz-da. Markaz gazetining sizni ig'vogar deyishidan ehtiyot qiling, jimo. Ig'vogar degan ashular o'zi. Mening asosim bor. Hukumatning yuqori qatlam bilan munosabatim bor. Men Lin Huayfuning axborot elish iqtidorim Juntong ishbiyonlarininkidan qilishmaydi. Har qaysinglar Yaponga qarshi urush g'alaba qozongandan keyin Kuomintang bilan kompartiyaning munosabati ochiq yo'l og'ziga berib qoladi. Biz hammamiz bir tanlashga duch kelamiz. To'g'ri. Yaqinda mening jiyanim Jimpo jingida qo'shinni boshlab qo'zg'alon ko'tarib, kompartiya tarafga o'tib ketdi. Hammalar hayron qilishdi. Kechikib qoldingiz. Elimi yaxshi Lümuder tekshirgil kelmadi. Zhang Mingyi. Zhang Mingyi, nin bo'ldingiz? Li Haifeng osiylik qilmoqchi. Li Haifeng degan kim? Li Haifeng osiylik qildimi? Daydar boshlig'i. Li Haifeng tunugin Nanjingga qechib berib, yapon qo'rchoqlarga el bo'pti. Uni qutratqani tozlash gazetining yapon tili tarjimoni Gozibin ekan. U kalva. Yaponlar halokat oldi turibsa, mushundaq paytda osiylik qilsa, Xashinjan Chilmingchul odamni ichinchlik o'ladi. Uning ota-ona xotin ballarchi. Izdirigi yo'q. Chekinish yo'lini baldurli to'g'rilab qo'ygan o'xshaydi. U degan Koni Juntong qoida tuzumlarni nihoyat pishiq biladi. Bu Li Haifengza balaning cho'ngini teriydigan bo'ldi. Baş shtab telegraf boshqarmasida 2 ko'zir bor edi. Birisining ismi Zhang Yiying, Juntongning birdan-bir ayol amaldori. Yaponlarning Pearl Harborga tuyuqsiz hujum qilish haqidagi maxfiy telegrammasini eng burun pash qilgan odam shu. Yana biri Li Haifeng. Juntongning maxfiy shifr log'iti deb ataladi. Lin Huanfu tarafdan nima gaplarni tingshiding? Saplashuv vaysab g'o'dirashlar. Ba'zida ularning gaplarimi xili o'rinliqda qildi. Ular xavfli unsur bo'lishi mumkin. Ma'mudir. Siz kiring. Men bir pay o'q ovozini angladim. Bir payla nati yaqinda berib derizdan qarsam hech nim ko'rinmadi. U eng oxirida nima dedi? U Li Haifengning Yaponga bog'langanligini, billa qochayli deganda o'zining unimganligini, shuning bilan qasd kuchirganligini aytdi. Orqadan men Li Haifeng degan kim deb so'rsam, u uni telegraf boshqarmasida dedi. Siz Li Haifengni tanimsiz? Men 2-stansiyada ishlab kelgan edim. Bosh shtabga yo'tkilib kelgili amdili yarim yil bo'ldi.
Tashqi vazifani ishlayman. Uni tonimayman. Siz Juntongga qachon kirgan? Mengoning 26-yili Shanxaydagi Chengpo alayda xodim kursida qatnashgan. 26-yili? Alayda vazifa boshqarmasining-da xeyli pishib qapsiz. Jang Mingyining xotinining aytishicha, Li Haifeng Jang Mingyini o'zi bilan birga Yaponlarga el bo'lishga undagan ekan. Jang Mingyi xotini bilan maslahatlashgandan keyin uningga agashmaslikni qaror qilibdi. Shuning bilan qasd uchrabdi. O nemishqa o'ziga Jang deb, Jang Mingyi. Chunki Jang Mingyi Li Haifengning qiynisi. buni Jang nemishqa baldiroq demagandi. Xo'p bo'pti. Voy, yu injener, Zolan muallimni izlab kelgan edingiz. U bormi? Oy, bo'ldi. Uy to'g'riliq jiq gap qilib ketdingiz. Dana, endi ikkinchisi-chi. Biz bir kunni bekitib olsak bo'larmikan? To'y qiladigan kunni-chi? Quvliqini. Beshini langshtib qo'ysam, siz to'y talab qo'yishdimi xalos bo'psiz-da? Bo'pti. O'tkaldan o'tib olgan bo'ling. Kunni o'zingiz belgilang. Nereden topdingiz? Bir do'stim Moskvadan ag'ish kelibdi. Yardimi? To'y qilishga, Yaponga qarshi urush g'alaba qilgan kunni tanlaymikan deyman. Siz chiqandaq. Farzimcha, mush yilning ichida amalga oshira olamiz. 10 oktyabrdan burun Yaponlarni mag'lub qilib yutamdiq texi. Hey, Sijang. Yaponga qarshi urush g'alaba qilgandan keyin jahon rostila teshinlarmi? Biroz surkilish bo'la. Kompartiyaning o'z manfaatini ko'zlashi turgan gap. Biroq amon bir oila kishilari bo'lgandan keyin birga o'tirib majlis ichib maslahatlashsak ish bitadi emasmi? Sizcha Jang Jeshi maslahatlashishga unami? Demokratik siyosatni amalga oshirishni ilgari surish yig'inida u birlashma hukumat qurishga ochiq-ochiq qarshi turgan. Ostroq so'zlar. Ve Yuanjangning ismini tap totmay til qilyapsiz-ku. Bu degan cho'ngchang, hamiyati Juntoning ko'z quloqlari bor. Men Juntongdan qo'rqmayman. Juntong degan bo'lum pishqoqlar yoshirinib yurib kishiga qasd qiladigan chashqan. Bo'ldi, bu gapni qilishmayli bo'lamdi. Hozir kallamda qandoq to'y yuziga olsam sizga munosib keladi deganli o'y bor. Altın üzükten, altındek köngül ala. Başlayaq. Model, hamma ish bitdi. Siz birinchi guruhni yetaklab garajga berib pistirmida turing. Siz ikkinchi guruhni yetaklab mashinada saqlang. Yuzichang, siz balaxonaga chiqib tinglashni davomlashtiring. Agar menga pandi degan birisining kaginni anglagan hamon dariz pardasini ichib o'ting. Biz darhol harakatlanamiz.
Bugün qahramonlar uchrashishi bo'ladi. Ha, Şavam, ishni yeb o'ting. Chongqing rayonidagi ilg'or tashkilotlarning hammasi vakillab etmoqchi. Uningdan boshqa Zhangjiayan 50-nomerdanmi vakil kelmoqchi. Amsa Ha, sizlar paranglashib turinglar. O'tiringlar. Kang kushada o'tiringlar. Men qaynaqsi qaytib kiraman. Voy, birisi keldi. Men berib eshikni ochay. Tinchlikmi? Aha, tinchlikmi? Kiring. O'tiring. Sizlarga tanishtirib qo'yay. Bu yoq markaziy ommaviy maktabdan Zola, chet el tiliga pishiq. Gazorning mening nazarimdagi Jungo inqilobi degan maqolasini mush qiz tarjima qilgan. Tinchlikmi so'ng efendi? Tinchlikmi? Yana tarafning ahvoli qandayroq? Nayet yaxshi. Siz tunuşturgan iliq ilg'or o'quvchilarning hammasi shunday munavvar ekan. Naqshul usta xeli ongli ekan. Shundaqmi? Voy, men efendi keldi-ku deyman. Eshikni men ochay. Voy, men efendi. Hammaylan kep bo'ldimi? Ha, kep bo'ldi. Kechiringlar. Sal kechikib qoldim. Yo'lda bir speyimga tushgandek qildi. Bir aylanib keldim. Voy. Ha, to'g'ri, lenturalg'usi. Kimni izlaysiz? Men efendi, sizni izlayotgan. Meni? Mening bu yerda ekanligimni hech kim bilmaydi-ku. Voy, kim izlaysiz? Tez, darhol ketaylik. Juntong ish yo'llari hozirlik keladigan. Orqa eshikni mangayli. U yoqda bir bozor bor. Ha, tez meninglar. Muallim, men qaytib qolay. Hiçbir yo'llarga sizga yordamlashaman. Zola, men bilan qaringiz bo'lmasin. O'zimning uyda tursam nimaga qo'rqatdim? Men yana Zola, tez keting. Tanıştırıp qo'yay. Bu yoq markaziy ommaviy maktabdan Zola, chet el tiliga pishiq. Bu yoq markaziy ommaviy maktabdan Lümudir keldimi? Men bu yerda. Men efendi keldimi? Nemancha jimjit, ha? Kimni izlaysizlar? Yo'lsizlik-ku bu. Ha, nima odamsizlar? Men Chimbola apandining do'sti. Shundaqmi? Yanji apandi sizga salom aytdi. Oqtiringlar. Voy, lükçeklik-ku bu. Qo'rq gap qilma. İpinglar. Mana. İlgari oxiri bo'lib 4-5 odamga deyman. Keyin bir telefon kelib birisi menga apandan chaqirgan edi. Men darhol pardani echib bo'lgan ish mushu. Menmi tushunamadim. Nemish qisilar kirganda ular g'oyib bo'lib ketdi. Mao idare başliq geldi. Lü Zongfang, Lü Zongfang. Taza hamakat bir nima ekansiz. Li Hayfang Yaponga el bo'lib ketsa uni tuymadingiz. Zhangjiayan 50-nomerning odamlari engigingizni ostida yig'ilish o'tkazsa ularni qochirib qo'ydingiz. Kechiring idora boshlig'i. Boshliq. Amaliyotda bo'lim boshlig'i bu qitim harakatni intayin atrofli uyushtirgan edi. Ammo to'satdan bir telefon kelib ishni buzdi. Nima telefon? Boshliq. Ishchimizda ishbin bor ekan. Sen dastlabida belgi berganmiding?
Başta iliqi Len Xayfuning "Mang apandi" deganini anglab, toza jazmlashtiramay, yana biroz tanishab texmi aniq anglay deb turishimga, iliqi telefon kelib qoldi. Sen kompartiyaga istash qilamsan. Yo'q. Ben seni öz qo'lim bilan tarbiyalagan. Menga shundaq. Sana eskartib qo'yay. Öz beşimchilik qilma. Unda qimmidan. Farqi davlatga izchil sodiqman. Bu shuarlaringni 1-aprelda to'la. Eyta. Sen eliq Zolan bilan to'y qilishga putishdingmi? Hammani bilibsiz-da. Chimpo alayda xodimlarni tarbiyalash kursidagi chaqda jadvalga nima deb to'ldirganing yodingdami? Sen degan xotini bor odam. O jadvalni siz o'z qo'lingiz bilan to'ldirib bergan-tongizg'o. Xotini bor degan yolg'on mundaqli yezib qo'ygan gap. Bu sizga ayong'o. O chaqda yolg'on bo'g'ini bilan hozir rasoldi. Yan boshliq mendan so'rdi. Nimin so'rdi? Xotini baturug'liq. Yana qizlar qanot so'rab yuramdi deb. Qana so'rganlik emas, u degan. Dey xo'jayinmi? Men hozirli boray. Ehtiyot qil. Qoida tuzum bilan o'ynashquchi bo'lma. Bugun bak xushalg'isiz. Pul topdim. Bugun pulni men to'layman. Mening nazarimdagi Jongo inqilobi. Siz tarjim qilganmi? Bundaq narsalarni tarjim qilgan odam qartizimlikka tushib qoladi. Chet elliklar shuncha aniq ko'rib turgan yerda biz jungoliklar nemishqa bilmaganga selib olamiz. Bu biz puhralar ko'ngil bo'ladigan ish emas. Amerika Ioritoni ishg'ol qilibdi. Cho'ngching nemish qilyapti? Yanan nemish qilyapti? Men so'q qilgan hiliq yoqliqni artmadingizmi? Bugun artmabdiman. Lan. Bundan keyin bundaq maqollarda o'z ismingizni qo'llanmay, taxallus qo'llaning. Ma'qul. Men va'da bering. Sizcha, sizga nima bo'ldi? Men va'da bering. Ma'qul va'da beray. Bundan keyin taxallus ishlataman. Ismimni ishlatmayman. Sizning vazifangiz qatl qilish planini tuzib chiqish. Tez bo'lsin. Odam va moddiy kuchga hatto nima ehtiyojingiz bo'lsa, davir. At degandalar sizga doklad qilaman. Ulgurmaydi. At deganda yo'lga chiqish kerak. Bugun oqshom men bu yerda tong atqicha ishlayman. Qanday vaqt kelsangiz bo'laverdi. Tushundim. Mana ish bo'ldingmi? Ha? Bölüm başlığı. Bir işiniz var mıydı? Derhal neyse gereklerini yığıştır. Evet, seherdal yolga çıksan. Ne var mı? Onu sorma. Neymiş? Məxfi vəzifə. Evet, yolga çıkanı da bermə. Vaxt qançılıq? Bilmeymen. Zolangi desem olamdı. Olmaydı. Biroq biz to'y qilishga bitishib bo'lgan. Yaponlarni mag'lub qilgandan keyinla to'y qilmoqchi edik. Urush texi oxirlashmadi. Sen pirqi davlatning odami. Qandaqdi bir ayolga mansub emas. Ve yonjang, dey xo'jayinlar xotinasi bo'ladi ekan o. Men olsam nima ish qilib bo'lmaydi ekan. Sen mi Viyanjang Juntang idorasining boshlig'i bo'lgani shunday qilsam bo'ladi. Biroq hozir bo'lmaydi. Axborot boshqarmasidagilar mendan seni kommunistlarga mayilmi qandaq deb so'rayotdi. Sening mashug'ing kommunistlarga bog'langanmi? Undaq ish yo'q. Ondaqda mashug'ingning Xinhua gazetidagi maqolasi o'ydirmi, ha? Gapimni angla. Hozir cho'ng-cho'ng pichoqning pisi bo'lib qoldi. Azroq daldalanganing ziyni yo'q. Bo'libmi sen bilan Zo'langa? Tushundingmi? Men hozir Day xo'jayinning oldiga boraman.
Әді таң атқанылы yolga chiqimiz. Kechiring, taң aytishdan burun sirtqa chiqsangiz bo'lmaydi. Söyümlügümle, uçtumda iş çıkıp gelip şirkette meni kun mingi neç kunlik xizmatga avatadigan bo'ldi. Balkim uzoqroq turib kelishim mumkin. Siz bilan xo'shlashishga ulgurmadim. Hozir mening birdan-bir andish qiladiganim siz. Menga ayon, siz ba'zi kommunistlar bilan qo'yiq orlisiz. Bu yaxshi emas, intayin xatarlik. Yaponga qarshi urush g'alaba qilish oldida turibdi. Hayot qolgan hamma odam baxt huzurini surishga huquqli. Biroq oldi bilan hayotni qadrlash lozim. Qasam qilamanki, siz uchun men hayotimni qadrlayman. Hargiz men xatarga tavakkul qilmayman. Sizning go'zal hayotingiz bilan meni saqlashingizni tilayman. Bu qatim bizning Nanjingga berib ijro qiladigan birli vazifamiz bor. Xainni Xayfonni qatl qilish. Qatl qilish? Harakat atratidagilar so'zi bo'lmamdi. Men azaldan bunday ishni qilib boqmagan tursam, qo'lim qo'lashmasmikan? Li Xayfon bosh shtabda uzun yil ishlagan. Uning qanchalik odamni, kimlarni taniydiganligini hech kim bilmaydi. Sen Day xo'jayinga Li Xayfonni tanimayman deganmiding? Degan? Men Li Xayfonni tanimayman deganligim uchunla meni avatamdikan? Bu qatimqi harakatga men mas'ul. Seni men tanladim. Xo'jayim qo'shildi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki sening ma'shug'ing Lin Xayfonning uyiga borgan. Uning Zinjayan 50-numerdagi kishilar bilan munosabati normal emas ekan. Ilk kuni ashu sirliq telefon kelib qolmagan bo'lsa, bu kimda sen uning uchun motam tutib yurgan bo'labding, bilamsan? O kuni sen nimishqa vaqtida belgi bermading? Ilk men familiyalik u uyga kirib ketgili necha minut o'tgan turliq sen nimishqa belgi bermading? Sen aniq anglayamading emas. Belki Zolanni ko'zda tutding. O'zingni aqlliq chaqlab ketdingmi? Men nima uchun seni Nanjingdan epmadim, bilamsan? Bir kechadilla jiningdan ayrilib qolmasin dedim. Zolanning o güzel hayotimi sening qaytib kelishingni saqlab turolmaydi. Texa hayotingizni asrang deb ta'lim berib ketibsan. Sen Juntoning nenini yigili 8 yil oldu. Moshundaq narsani uyda qo'yib qo'ygan bormi? Mening xitimni o'g'irlikchi ko'rsangiz qanday qiladi? Nima chalaysan? O'g'irlikchi ko'ribsan demsan? Agar men ko'rmagan bo'lsam, axborot boshqarmasidagilar aktiv ko'radi. Endi Nanjingdagi vazifa to'g'riliq so'zlashaylik. Bo'ldi, o nimangni yig'ishtirib ol. Mana Maoyaga yezib ol. İkimiz bevosita aloqalashimiz. Orada boshqa xalqi yo'q. Sening boshlig'ing men. Men bevosita Day xo'jayinga doklad qilaman. Sening bu harakatga noming Paqa. Qisqush Paqadagi Paqa. Mening konkret vazifam nima? Esingda bo'lsin. Hozirdan boshlab sening isming Lavinchi. O'z vaqtida Wang Jingwei harbiy shtab 2-mahkamasining jasuslik boshqarmasiga o'g'irlashtirilgan telegraf xodimi. Salaytın oshkor bo'lib qolg'achqa amalsiz Chongqingdan Nanjingga qaytgan. Jofu Xaysini hukumat muhofazat mahkamasining telegraf boshqarmasiga o'g'irlashtirdi. Sen u yerda Li Xayfon bilan uchrashish fursatiga erishsan.
Maxfiy o'ltiramdimi yoki fursat bo'lsa o'ltiramdimi? Uni o'ltirish sening vazifang emas. Sen faqat Li Xayfanning harakat qonuniyatini aniqlasang bo'ldi. Ijro qilishni men ayrim o'rlashtiraman. Nanjing 1945-yili 4-oy. Uning 100 tirani topshirib berasan. Bu nima? Bilmayman. Agar men kelishmaslikka yo'liqsam, sen uni elib, shanshiliklar uyushmasiga berib, texo'jayini izla. Shanshiliklar uyushmasi, texo'jayin. Ondan keyinchi. Keyingi ishlar bilan qaring bo'lmasa. Eli bir pikap to'qmishda to'xtaydi. Sen udul berib, lamjim demay oldi ishingcha pikapga chiqsan. Chiqqandan keyin qanday qilaman? Xushal o'ltiramdimi yoki xafa o'ltiramdi? Tamkin. Jo'fuqay bizning odamimizmi? Juntoning ishini qiladi. Asosligi o'z uchun ehtiyot yo'li qoldirish. Satqillar hozir pirqi davlat uchun xizmat qilishni bekla orzu qiladi. Yaponlarning kuni oz qoldi. Agar bu qitim siz meni Nanjingga epganmagan bo'lsangiz, yuqorida meni tekshiramaydi. Qara. Bu keldi. Meni tekshiramaydi. Bo'ldi. Bularni o'ylama, ha? Esingni saqla. Agar Li Xayfanning qatl qilish ishi ishga ochadigan bo'lsa, butun Juntong idorasi seni tabriklaydi. Yaponga qarshi urush oxirlashay deb qoldi. Xizmat ko'rsatish fursati Sayıp Cemal'adım az uçuraydı. Bana. Rahmet. Kolunu göte. Mayli. Nagi barmaz? Bazı adamlar bilan tanışışınız zarur. Keyin qanday qilish, bu o'zingizga bog'liq. Lavinchi Wang afandining Chongqingdagi chog'dagi axborot xodimi. Ayni yili aldirash yurib ketgachga Lao afandini Chongqingga yo'shirib qo'ygan. Bu kishi hukumat muhofazat mahkamasining bosh nazoratchisi Ban Lilang afandi. Ben ustaz. Bu kishi Yaponiya armiyasi bosh shtabidan Jichuan Shaozu. Jichuanju. Bu kishi Jangjashiga qarshi arbob Li Xayfeng afandi. Hozir hukumat muhofazat mahkamasi telegraf boshqarmasining boshlig'i. Boshqarma boshlig'i, men ko'proq yo'l ko'rsatasiz. Bular Nanjing axborot sohasidagi favqulodda arboblar. Ularning sizdan harduq so'rashi sizni xeli bek izzatligini jumon. Pekir shogirdinglar hayajonimni bosamay qelyaptiman. La inam, harbiy shtab ikkinchi mahkamaga berishingizda kim xayrixohlik qildi ekan? Ha, markaziy kadrlar maktabidagi chog'da Kanzi bilan Jang Jingo raqobatlashib qoldi. Men qat'iy Jang Jingo tarafda turgan edim. Maktabdan ayrildiganda Jang Jingo meni harbiy shtabga tanishtirib qo'ygan. Lesh uchun hayot vaqtida sizga telegramma apparati avatib berganmi? Avatgan, biroq men tegmadi. Aloqchining kemisini Yansangning 20-korpusi seliq tutyapti. Sho'ng kema Xankog'ga kelganda u apparatlarni daryoga tashlab etibdi. Bundan keyin Li apanlarning qo'lida ishlaysiz. Bir haqida tutib qo'ymamsiz. Ko'proq parvish qilg'aysiz, Li boshqarma boshlig'i. Harbiy shtabning Nanjingda maxfiy telegram apparati borligini bilamsiz? Bilaman. Ikkisi bor. Biroq ular mening Nanjingga kelganimdan xabar topsa, cho'qim yo'tkuytidi. Siz qanday oshkorlanib qoldingiz? Mey organining Dadong nashriyatidagi tashkiloti fosh bo'lib qilib,
Birisi manga satqınlık qıptı. Wang Efendi hayat vaqtida manga eng jiddiy ahvolga duch kelganda o'zini yoki Ju Efendidan izlashdan topilgan edi. Shunga men Nanjingga keldim. Jintong taraf bilan pishiq tonishamsiz? Yo'q. Sho'ng boshliq bilan dayli o't bilan sudek tursa. İngilizce yazılğanlarını tərcümə 2-ci bölümə apırıb bersiz. Bölüm başlığı tapşırıb eliş hüccətiga imza qoyub berdi. İşdən düşdən ilgiri hüccət sanını statistik qilib sırıştırğandan keyin arxivxanaga yollaysız. Arxivxana müdiri imza qoydu. Kechiktirishga bo'lmaydi. Kechiktirib qo'yma. Ha. Kela. Seni götürüp olay ha. Meni sevindingmi? Ha? Gapla. Vay. Yong'an yepi girish fabrikasining paychek savdosi yana kechiktiriladi. Bugun kechiktirilmaydi. Nima, setib etmoqchimidingiz? Ha, nurg'un payda uchurlarini anglagan edim. Tezroq qo'ldan chiqarib yetay degan edim. Ma'qul. Sizga setishib beray. Amisa Shila uyushmasining koni qoidasi bo'yicha daromaddan 5% olaman. Shila uyushmasining qoidasi bo'yicha 5%. Shundoq bo'lsin amsa, rahmat. Quruq gap. Bosh mahkum bilan Yaponiya armiyasi qo'mondonlik shtabining hujjatini ko'mdinglarmi? Bu mening o'yim emas. Chin Joshi bilan Yingzoning plani. Boshliq. Qeyr ota-onamni baxmasam bo'lmaydi. Uning ustiga yurtdozlashda menmi xizmat ko'rsatgan.
Sizlar hammanglar xizmat ko'rsatgan. Hammanglarning bag'isi yo'q. Bo'pti. Ding bo'lsin bilan vandilang bosin hamsa. Siz dijornilik qiling, men telefon idorasiga boraman. Meni izlasa telefon idorasiga katta deb qo'ying. Iling'a. Voy, telegraf boshqarmasi. O vokzalga ketdi. O telefon idorasiga ketdi edi. Telefon idorasiga ketdi. Hammasi boya ketdi. Men ma'qul. Nim bo'ldi? Açdıqmı? Shundaq. Yaponiya qo'mondonlik shtabiga beringlar demdi. Yo'q. Meni ustiga chiqib bir nimani xotirla deydi. Sizlar zada nim bo'ldi? Yaponlar sharq shimolga berib kelgusida yoshuri vaziyat o'taydigan odam izlab beradi. Hammamiz qechib yuraymiz. Sizmi ehtiyot qiling. Rahmat sizga. Bu odamni men tanıyman. Juntong harakat boshqarmamiz plan bo'limining mudiri. İsmi Liu Zongfang. To'g'ri. Kim sana onu öldür dedi? Mening boshlig'im bor. Hammanglar Juntongning odami turib, nimishqa bir-birlarini o'ldirsizlar? Juntongning Nanjingda bir maxfiy tarbiyalash punkti bor. Yan anga berib alayda vazifa o'taydigan xodimlarni tarbiyalaydi. Aldınqı 2 ayda 9 adamını əvətkən ikən, yan ən tərəf ularının ayeti tezli bilib 8-ni tutub apdı. Yuqırdan qatı qəzəblinib bu işini təkşirib etibdi. Tünəgən Kompartiyanın bir xaini onu paş qılğan ikən, yuqırdan onu yoxutub etishini qarar qıldı. Sen Liu Zongfang komünist deməkçi mi? Bunun əcəbnərliyi yox. Onun bu qətim Nanjingə kelişimi 2-ci türkümdə yan əngə bardığan adamlarını təkşiriş üçün. Quruq gap. Bizning bilishimizcha, uning yana boshqa bir vazifasi bor ekan. Liu Zongfang Nanjingga meni o'ldirish uchun kelgan. Yo'q. Bilabsan? Yo'q. Buni rost bilmaydi ekanman. Bu yerin og'ritamda. Og'rimanda. Og'rirdimi? Og'rirdimi deyapman. Og'rirdimi? Og'rirdimi? Og'ridi. Og'ridi. Og'rirdimi? Og'rirdimi? Agar sen nimada yarim soatdan keyin qo'l silishgan bo'lsang, men ularni bir-oq turg'i churatdim, bildingmi? Bismi, onun bilan uchrashgan ilk odamni tutmoqchi edik. Biroq u bilib qolib, ilk odamni qutuldirish uchun o'q chiqadi. Yuizaçing Liu Zongfangning kommunist ekanligiga darhol ishinib ketanmadi. Li Haifengni o'ldirish plani oshkorlanib, u boshlig'idan ayrilib qolib, Juntongning Nanjingga yo'shirib qo'ygan keraksiz peshkisiga aylanib qoldi. Bu paqining mavjud ekanligini balkim birli dayli bilishi mumkin. Biroq u paqining kim ekanligini kim biladi deysiz? Hozir u g'appida g'oyib bo'lib ketsa bo'ladi. U bu yerdan ketib, Zolan bilan o'z orzusi bo'yicha turmush kechirish qaroriga keldi. Eli qapandimning uyi mushu. U kamigil necha kun bo'ldi? Az bo'lsin kelman. Bu Hey. Iling'a. Mush odam shu. Mush odam shu. Jazmlashtira olamsiz? Albatta. Birasi uning ahvolini surishtirib keldimi? Keldi. Bizning xo'jayin ovorchilikdan qo'rqib, uni ko'midi uxtanglar degandi. Ma'qul, siz chiqavering.